Kunchiqish shahri. Oldingi qismda Xaybov atirti kun chiqish qiyosiga kelib, zerakchoqlarning qimmatlik makoni bo'lgan Ram orlini izlab topmoqchi bo'lganda, Cho'cho ularni qora tuman ichiga qapsib oldi. Sizlarni necha qatim qo'limdan qochirib qo'ygan bo'lsam-ku, lekin bu qatim oxiri g'alaba qiladigan bo'ldim. Başka qiyofatingizning vaqti o'tdi. Sen nimani bilasan? Tez berib ularni bog'lamay nimaga qarab tursan? Xo'p. Herkes medirlamanglar. Qo'raqo'sh, tez bu yoqqa chiq. Biz sening yordamingga muhtoj. Meni urma. Meni herkes yemagini o'tinib qolay. O yaramas ablah, ajab ochig'ini keltirdi. Tegman bilan qarshilashmoqchiman. Qartuman shoyi ularning adibini be. Qo'raqo'sh, tezdan qora quyun chiqag'in. Hech narsa yo'q-ku. Quyoshning chiqishini ko'rishga ulguramagan o'xshaymiz. Amsi biz atigacha saqlaydi ekanmiz-da. Qulloq bilan boramdi. Atigacha saqlashinglarning hojati yo'q. Qulloq bilan kemisanglarmi bo'ladi. Faqat bu o'tkaldan o'talisanglarli bo'ldi. Qarmoqqa begli botirda qiladi. Seni texdan kelishgankan. Qaranglar, hatto Cho'cho'mi uning jalbkorligiga qoyil bo'pti. Shunda qoyil bo'lmaydi-da. Sen nimani bilasan? Boyagi kichik tur ko'zimni og'ritib qo'ydi. U Ramarning qo'lg'isi bo'lgankan, cho'qim zerakchoqlarning qimmatli kitobining nadligini biladi. Teştikmi, biz Xaybov atirdi, biz zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlayapmiz. Teştikmi, men kelishgan ham kishini mabtan qiladigan Cho'cho bo'laman. Men bu zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlash uchun keldim. Uni hargizmi Xaybov atirdilarga berib sanmagan. Cho'cho, sen yana ish termoqchiman? Ha, sen donishman. Uningga hargiz ishonmang. Men umaqan aqlli yo'g'on eg'iz bo'laman. Menga imzoyingizni qo'yib bersangiz bo'ladi. Sen kalla mening yuzimda to'kib olding. Biz Hasan shahridan bu yerga aram deganda kelaladik. Nima? Men Hasan shahridan bu yerga keldim-ku. Qara mening samimiyatimga. Kitob bir tarafga beriladi. Unda zodi kimga beriladi? İmtihan ilinib bo'lgandan keyin ondan bir nima degili bo'ladi. İmtihan? Qandoq imtihan? Musobaqa 3 bosqichga bo'linadi. Sodi qandoq imtihondu? Cho'qim o'tib chiqishimiz kerak. Shundoq. Biz faqat bir niyat, bir maqsadda hamkorlik saqlab cho'qim chatoq chiqmaydi. Bu gap
gapni men bir yerda anglagandek qilaman. Uning bilan nima korim? Bo'ladi, men qo'shilaman. Ko'pchilik birlikda terishayli. G'ayrat qilayli. Hey, u qandoq imtihon oladigan-da, aql farosatimi yoki jalbkorlikdimi? Başlık, siz jalbkor, men aqlliq ansirman. Dal sen bo'lg'achqa men ensirayotiman, kalva. Qandaq, imtihonga qatnashamsizlar? Qatnashiman, men qo'shilaman. Bizda bu chataq yo'q. Yaxshi. Amisi sizlar avval ozroq bir narsa yavag'ash tayyorlik qilib olinglar. Taqa yeydigan narsa beramsiz. Sen tanishman, haqiqatan yaxshikan. Sen kelishgan, tanishman bo'lib qolmasin yana yaxshi bo'lgan. Gudonun yolg'iz yeyishigim yetmaydi ekan-ku. Bulla, bizninkimi? Undaqda sizlar bilishib yanglar. Men texa boyla tatqiyan yo'qi qiyigandim. Bo'lmaydi. Hammamiz birga yeymiz. To'g'ri. Yaxshi do'stlar degan japadimi, halovatdimi bilib bo'ladi. Gudon aldirma, biz avval berishib baqayli. Bela konservasi mı bakın? Mening yeyishimga yetmaydigan tursa, sana yeyishni kim qo'yibdi? O'tan edi. Lekin başlık, sizga agashgina shuncha uzun bo'lgan bo'lsa, bir haqiqatda bela konservasi yapaqmidi? Sen mening buyrug'imga qarshi chiqarak bo'ldingmi? Bela konservasi uchun sizning ketishga roziman. Kalva, mening yana tayoq sig'inib qolsa. Yemakchilarkan bu. Qarmoq og'izda ko'ringani bilan hammamiz shundoq to'yib ketdik. Bu odatdagi yemeklik emas. Faqat ko'pchilik o'zaro talashmasalar, hammalarning qo'sig'i to'ydi. Başlık, aslında o bizden imtihan yeri ötüptü de. Ishplas, bu uning aniqla toza qurib bizni dastatmoqchi bo'lgan emasmi? Shuni jakalaymanki, birinchi bosqichda g'alaba qiluvchi taraf Xaybov atriti. Hammasi sizden kasaptınız. Uning imtihonning mazmuni ekanligini men nadim bilay. Bu adlar hunari ishlatib bizni sinab beqibdi-da. Xap. Sizlarning fikringlar bormi? Yo'q. Nayt yaxshi. Tövende ikkinchi bosqichlik imtihon e'linadi. Mazmuni yer supurish. Belgilengen vaqt ichida kim avval o'zining yerini pokiz tozalab bo'lsa, shu taraf utqan bo'ladi. Neymiş ki bu şudak vaxtla meydana çıkışmağın kalıdı. Chunki mening qiladigan texmi muhim ishim bor. Bu qaytimiz yana futurib qo'ysak bo'lmaydi. Shunchalik chiqmasligi kerak. Başlık ben sizge işinemen. Başlaqlar! Bali o'zgar. Nimiş ki bundak boladı? Çoço, sen yana qandoq ilishiltivatsan? Nim dedin? Shamol yo'linishini men bekitmasam, buni men ko'rsam qandoq bo'ladi? Ben unuttum. Ben çapa taktım. Şunca uzun süpürsem neymiş ki bundak boladı. Bu bir tasaddibilik. İki taraf tanlaşdinglar. Ne bildiğin adaletsizlik bu. Boy, aniqli biz yengan tursak, sira hech qaysilar ko'rmadinglarmi? Men tanlaşdinglar degandiki, tanlaşdinglar. Yana qalaymqachilik chiqaradigan bo'lsanglar, imtihonga qatnashish salohiyatinglar ep tashlanadi. Üçüncü bosqich, qo'lma qaydash. Qaysi taraf qizil bayroqni avval ele olsa, shu taraf utqan bo'ladi. Boshlanglar! Quloq aydash qarmoq oson bo'lgani bilan bundoq kuchugini soldiganligini o'ylamabdi-ekanman. Yo'q, aniq sen zodi kuchga otarsan yo'q. Nemishki bizning qo'lliqimiz yana joyida turdi. Başlık, sizde kolla kaydaş usulunuz doğru olmasa ya. Oy, yaramaz. Kalva bunu men de ko'ryapsan mı? Tutsunlar. Oy, Haybol keldi! Haybol keldi! Sizlardan imtihon elib, hukm qilish orqali shuni jakalaymanki, Xaybov atritidagilar utdi.
qimmatli kitobni kim menda deydi. Men faqat sizlarga ram orlig'i berish salohiyatini beradigan qo'g'dug'uchi. U yerga kirgandan keyin yana boshqa sinoqlar sizlarni kutib turdi. Sizlar bu ko'rik bilan menga ram orlig'iga kirsanglar bo'ladi. Sizlarga omad tilayman. Xayr xo'sh. Ha. Hammasi sen kalvanın kasaptı. Xeyba o'tirdigilar bizden yeni bir qadam oldida meni oldi. Ko'pchilik